Paksovuni karisicha kechki ovqati. Ketdik. Yosh bolachalar uchun achchiq bo'lmagan qo'ziqorinli salatni kichkina qilib kesib beraman. Faqat sovuq yeydigan oppoq guruchni pishirib, ozginadan idishga solib, xolodilnikka shunaqa qilib olib qo'yaman. Har ovqat yeganda mikrovolnovkaga solib isitib beraman. Sovuq har safar ovqat yeganda kimsiz ovqatlanmaydi, shuning uchun yosh bolachalar yeydigan kiyimdan ozgina kesib beraman. Lekin sovuq yosh bolachalar yeydigan kiyimga qaraganda kattalar yeydigan kiyimni juda ham yaxshi ko'radi. Shunaqa qilib guruchimizni idishni bir tomoniga solib, bir tomoniga esa sho'rva qo'yib beraman. Bunga ovqatiga tofu bilan kabachokli sho'rva, qo'ziqorin ham bor ichida, kiyim va qo'ziqorinli salat, guruch, bu ham kiyim. Birinchi bo'lib qo'ziqorindan boshladi. Qo'ziqorinli salatni juda ham yaxshi ko'radi. Yosh bolachalar menimcha hammasi yaxshi ko'rsa kerak qo'ziqorinli salatni. Koreyada sho'rva o'ng tomonda, guruch esa chap tomonda turishi kerak. Shuni orqasidan men kals qaynonamdan rosa ko'p so'kish eshitganman. Başsa? Ko'pchilik aytadi, men kiyimda yoqtirmayman deydi. Даже 17 oylik bolam ham kiyimni rosa yaxshi ko'radi. Qanaqa qilib kiyimni yoqtirmaslik mumkin? Tushunmayman. Men qaranglar ishini. Maza qilib yedi. Başsa? 맛있어요. 물 줄게, 물. Oyunga tushib yeydi kiyimda.